Bomdoddan keyin to quyosh chiqquncha masjidda Alloh azza va jallani zikri bilan mashg'ul bo'lish Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning odatlaridan edi. Jabir ibn Samura roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozni o'qib bo'lsalar, toki quyosh to'liq ko'tarilib chiqqunicha namoz o'qigan joylarida o'tirar edilar. Muslim va Abu Dovud rivoyati. Anas ibn Malik aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bomdodni jamoat bilan o'qisa, keyin quyosh chiqqungacha Allohni zikr qilib o'tirsa, so'ngra quyosh chiqib bo'lgach 2 rakat nafl namoz o'qisa, unga haj va umra savobi bo'ladi dedilar. Termiziy hasan hadis. Boshqa bir lafzda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning to'liq haj va umrani savobi deganlari ham rivoyat qilingan. E'tibor bering, odamlar haj va umra ibodatini ado qilish uchun qancha kuch, vaqt, pul sarflaydilar. Vaholanki, musulmon kishi o'z yurtida bo'la turib, ushbu sunnatga amal qiladigan bo'lsa, o'sha ibodatlar ajrini to'liq qilib olishi mumkin. Kimga bu qiyinchilik tug'diradigan bo'lsa, bosqichma-bosqich yo'lga qo'ygani afzal. Oldin haftada 1 yoki 2 kun qiladi. So'ngra Alloh uning qalbiga bu ibodatni muhabbatini solib qo'yadi va banda ayni amalni doimiy ravishda qilishga odatlanadi inshaalloh. Muayyan bir ibodatning savobi, ajrini olish va o'sha ibodatning bajarib kishining zimmasidan soqit bo'lishi o'rtasida farq bor. Xususan, ushbu hadisda aytilgan amalni qilgan kishi haj va umrani savobini to'liq qilib oladi, lekin agar yo'lga qodir bo'lsa, uning zimmasidan haj va umraning farzi soqit bo'lmaydi. Shuni esda tutish lozim.